Assalomu alaykum. Hammani Hayit bayrami bilan tabriklayman. Qurbon hayit hammamizga salomatlik, xotirjamlik, rizq, baraka hammamizning xonadonimizga ziyoda qilsin. Xo'sh, bugun aka Ilhom, qani aka Ilhom, ikkita gapingizdan gapiringchi. Kuningdan bir kuning qolsa ham osh yegin, bir sima qolsa ham osh yegin degan. Oshimiz tayyor, xudo xolasa. Yeydigan odam yo'q, kelinglar. Hozir mana oshlarimizni, chiroyli oshlarimizni hozir mana ehson qilib tarqatamiz. Qani hammamizni shunaqa xonadonimizga shunaqa chiroyli oshlarni Alloh nasib qilsin. Natasha, пару слов скажи. Всех с праздником, со светлым праздником. Много света, много радости и счастья, чтобы было в жизни каждого из вас. Иншаллах. Счастье всем, счастье. Так, вот, bugun Jizzax 40 hammani kutyapti. Mana ehson oshiga. Inshaalloh kelinglar. Xudo xolasa ehson oshlari mana hozir tarqatiladi.